Aleyküm. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi kunlaring bilan. Biz bugun mana 3 metrli bir kata yasovdi, yana bugun bir uzoqroq tashlab qo'yaylik dedik. Uzunligi 3 metr, eniga 120, bo'yiga 120, oyog'i bilan 20 bo'lsa 140 sm tashiydi. Buni o'sha o'rtasidan bo'ldik, ikkitadan eshik qildik. Bir maxsus Otabek akamiz aytdi. Mana karmoshga qo'yildi. Yashaydi endi. Tomonlarni yana joriy qildik yerdan olishga. Mana bu yerda ochiladi, olinadi. Qo'l kiraveradi mana. Hamma yog'ini fanerdan iborat bo'ldi. Suv orqaga tashaldi, xudo xolasa. Baquvvat zo'r chiqdi. Eshiklari ham mana tomonlama bu tomonda ham bor. Xuddi bir xilda mana karmoshkalar. Hollari faner bo'ldi, yapilga solingan bo'ldi. Sepkalari ham qalin, yaxshi, zo'r. Karmoshkalar chiqib olib qoqilaveradi bemalol. Mana uzunligi. Ko'rkamchiroq. Kimga kerak bo'lsa shundan 1.200.000 so'mdan bo'lsa yasab berilaveradi. Zakaz ham qilaverasizlar. Yana manalarda kataylarimiz bor. Jo'ja katay, undan kattarog'i, 300.000, 200.000, 400, 500.000 bo'lib ketaveradi. Mana unimiz 350.000 so'mligimiz. Mana unisi 550.000 so'm, mana 250.000 so'mlik. Mana marta 550.000 so'mlikdan yana bitta bor. Manzilimizga kelsa o'sha Farg'ona viloyat, Yozyovon tomon, Toshqo'rg'on, Shaboda 1893 536 31 telefon raqamimiz. Telegramimizdan shunda 93 536 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Necha shovqin bor bizda endi.